Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun sizlarga juda ham zo'r joydan zo'r uy topib qo'ydim. Tabiatini qarang, daraxtlarni qarang. Atroflarni qarang, qushlar sayrashini eshitib bilmayman. Qushlar sayrashini qaranglar. Shu tabiatda mana shu uy turibdi. 2 qavatli chiroyli uy turibdi. Kelaylik shunga bir sayr sayohat qilamiz. Kirdik. Mana kiramiz. Kirdik. Birinchi qavat. Bismillah. 10 tarafimiz ham chiroyli zal. Endi mebellarga e'tibor bermaysizlar, mebellarni egasi olib chiqib ketadi. Mana mebellarni ko'rdik. Ketdik keyingi xonasiga. Demak, mana ikkinchi xona. Bu yerdan chiqamiz. Endi ayoldan eng sevimli ko'rgan, yaxshi ko'radigan xonasi bor, bu shubhasiz oshxona. Mana oshxonaga keldik. Qalay? Mebeliga qalay? Necha mebeliga? Oshxonaning kattaligini qaranglar. Eng yana fishkasini aytaman oshxonani. Demak, mana bu yerdan keyingi hovliga chiqsa bo'ladi. Hozir sizlar birgalikda ikkinchi etajga sayohat qilamiz. Eng kerak joyni aytib ketdik. Demak, birinchi qavatda o'ziga yarasha nimasi bor ekan? Sanuzeli bor ekan. Mana sanuzeli. Mana. Qalay bo'ldi? Ketdikmi? Demak, ikkinchi qavatga chiqamiz. Ketdik. Bismillah, ikkinchi qavatga chiqamiz. Zinalarni ko'rasizlarmi, taxtalarni ko'rasizlarmi, anaqa zo'rligini. Endi sizga zo'r narsa ko'rsataman. Hozir chiqib oling. Tabiatning go'zalligini ko'r. Ayniqsa yuqoridan qaraganda degan joyi mana shu bo'ladi. Qalay tabiatga? Go'zalligi nechi baho. Kirdik. Umumiy 4 ta xona. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta xona. Har bitta xonani o'ziga yarasha sanuzel bor. Mana bitta xona. Burcha sanuzeli bor. Mana xonaning o'ziniki. Hamma xona sanuzeli shunaqa. Bu yerda demak bittada. Bu xonada bitta garderob bor, bir qo'shimcha garderoblisi bor. Bu xonadan chiqdik. Ikkinchi xonaga kiramiz. Bu yerda xuddi shunaqa degan xona. To'g'ri sanuzel. Uchinchi xonaga kiramiz. Bu ham mana xona. O'sha burchakda ochib o'tirgan eshik sanuzel xona. Chiqdik bu yerdan. 4-xonaga kiramiz. 4-xona mana demak. Mana tanaqqi tabiat ko'rinadi. Mana bu yerda demak sanuzeli bor. Buni ham. Demak 4 ta xona, 4 ta sanuzeli bor. Ketdik, zinadan tushamiz va sizlarga boya va'da qilgan narigi hovlimga o'tamiz. Demak, mana qo'shimcha hovlimizga chiqdi u. Bu yerda ham xuddi o'sha mana daraxtlar, tabiat. Demak, to'g'rimizda mana to'g'rimizda demak bu kirish eshigi. Kirish eshigidan keyin mana turgan joyimizda bu 7 ta xona. 80% bitgan. Qora suvoq qilingan, pol patologiya qolgan, ataplina qismi qolgan, chiroqlari kirgan. Demak, bu yerga asosiy binomiz. Mana bu yerda demak fontan
va basseynimiz. Keyingi joyimiz bu yozgi oshxona. Yozgi oshxonamiz. Yosh oshxonamizda demak basseyn, saunalarni sevadigan ishqibozlar bor. Aynan o'sha zonaga kelyapmiz. Bu yerda demak 4 ta xona bor, bilyard bor, 2 ta sauna bor. Bemalol dam olishimiz mumkin bo'ladigan joy. Demak, to'g'rida chap tarafda bitta hojatxona, o'rtasida demak hovliga chiqadigan eshik. Bu ikkinchi hojatxona. Kirdik. Mana umumiy ko'rinishi hozir bir boshdan ko'rib chiqamiz. To'g'rida demak garderobni, chap tarafimizda bu bitta dam olish xonasi. Dam olish xonasi. Bu ikkinchi dam olish xonamiz. Bu demak orqa hovli, ko'cha tarafga chiqadigan joyi. Bu mana 3-xonamiz. 3-xonamiz. Xo'p, bu yerda mana vannaxona. Bu russkiy banya, bu turistga xona. Buni alohida rasmlarni alohida qo'yamiz. Keldik. Mana jakuzi. Qaranglar, azaligini qaranglar buni. Mana yosh bolalarimiz uchun ham joy bor mana, maxsus bolajonlarimiz uchun. Va mana asosiy basseynimiz. To'g'rida endi basseynni zonasi, prolayshi zonasi basseynni. Ketdik, tepaga chiqamiz. Tepada ham bizani zonasini kutyapti hozir. Unda tepaga chiqamiz. Bitta tepaga ham baho berib yuboraylik. Bu demak hovliga qaragan oynamiz. Ana bu bilyard ishqibozlari uchun. Stol tennis o'ynash uchun. Mana bilyard. Bilyardga tushunadiganlar bo'lsa, o'zi bilib oladi. Qanaqaligini. Trenajyorni. Va boyagi basseynimizni tepadan ko'rinishi. Umumiy obzor. Shu bilan obzorimiz tugadi. Demak, uyimizni demak orqa tarafiga o'tamiz. Orqa tarafi. Demak, 2 qavatli imorat bor. Bu imorati bemalol demak sex qilsa bo'ladi.